Misr fir'avnlar davridan tortib Nil Armstrong oyga qadam qo'ygan zamonlargacha bir necha ming yillar davomida chechak kasalligi insonlar orasida keng tarqalib kelgan va ajdodlarimizning eng ko'p o'limga sabab bo'lgan kasalliklardan biri bo'lgan. Kasallanganlarda isitma, qayt qilish, kuchli bosh og'rig'iga qo'shib butun tanada dahshatli yiringli toshmalar toshishiga va hattoki ko'z ko'rligiga ham olib kelgan. Chechak kasalligiga chalinganning ikkinchi haftasida bemorlarning 30% vafot etishgan. Ularning orasida hatto Fransiya qiroli Luis XV, Angliya qirolichasi Mary II va Rossiya tsari Pyotr II ham bo'lgan. Ko'rib turganingizdek, kasallik hech kimni ayab o'tirmagan. Kasallikni yenga olib tirik qolganlar terisida esa chuqur shramlar va chandiqlar qolgan. Asrlar davomida bu virus tufayli juda katta epidemiyalar bo'lgan. Lekin bir turdagi insonlarga bu kasallik yuqmasligini odamlar payqab qolishgan. Bular chorvadorlar va cho'ponlar bo'lishgan. Sigirlarda ham odamlarda uchrovchi chechak virusiga o'xshash o'zining yuqumli virusi bo'lib, uning nomi sigir chechagi deyiladi. Sigir chechagi virusi o'zining qarindoshi bo'lgan, ya'ni odamlarda uchraydigan chechak virusiga qaraganda shafqatliroq bo'lib, odamlarga yuqqanida faqatgina yengil simptomlar va kamroq toshmalar bilan kechgan. Sigir chechakka chalingan odamlarda nafaqat ushbu kasallikka qarshi, balki uning qo'rqinchliroq qarindoshi, ya'ni chechak kasalligiga qarshi ham immunitet hosil bo'ladi. Chechak kasalligi shu darajada dahshatli bo'lgandan qo'rqqan odamlar sigir chechakka chalingan odamlarning yarilaridan yiringni yig'ib olib, sog'lom odam terisiga qirib yoki bo'lmasam teshib, yiringni surib chiqishgan. Unchalik yoqimli manzara bo'lmagan bu holat inokulyatsiya yoki emlash deb atalib, dunyoning turli burchaklarida turli xil xalqlar tomonidan mustaqil tarzda o'ylab topilib, chechakni bir amallab kamaytirish uchun qo'llanilib kelingan. 1801-yilda esa olim Edward Jenner o'zining ilmiy maqolasida birinchi marta buni ilmiy tadqiqot ko'rinishida o'tkazganini aytib, bu yo'l bilan chechakni oldini olish mumkinligini isbotlab beradi. Jenner o'zini emlash metodini vaksina deb atagan. Bu lotin tilidagi vaka, ya'ni sigir so'zidan olingan. Shu tariqa fanga vaksina kirib keladi va chechak virusiga qarshi vaksinalash butun dunyoda qo'llanilishni boshlaydi. 1980-yilga kelib esa Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti chechak virusi yer yuzidan butunlay yo'q bo'lib ketganini e'lon qiladi. Vaksina bu insoniyat o'ylab topgan eng yaxshi kashfiyotlardan biri. Shunchaki tasavvur qilib ko'ring. Hali ham chechak, poliomiyelit, qizamiq, qoqshol kabi kasalliklardan bolalar vafot etayotgan bo'lsa, nima bo'lardi? O'tgan 20-asrning o'zida, ya'ni mana shu 100 yil ichida chechak virusidan vafot etganlar soni taxminan 500 millionga yetgan ekan. Hozir esa bu virus yer yuzidan butunlay yo'qolib ketgan sanaladi. Poliomiyelit kasalligi ham yo'qolib ketish arafasida turibdi. Faqatgina Pokiston, Hindiston, Afg'oniston kabi bir nechta davlatlarda uchraydi. Qizamiq, tepki, qizilcha, difteriya, ko'kyo'tal, qoqshol, gepatit, influenza va hattoki quturish kabi kasalliklarni ham hammasini vaksina orqali oldini olish mumkin. Hozirda hattoki saratonning ba'zi turlarini ham vaksina orqali oldini olsa bo'ladi. Hozirgina vaksina qizamiqni oldini oladi dedim. Lekin unaqada nega shu kunlarda qizamiq juda ham keng tarqalib, bolalar o'limiga sabab bo'layotgani haqida yangiliklarni ko'p eshityapmiz. 2017-yilda O'zbekiston qizamiq butunlay yo'qolib ketgan davlatlar qatoriga kirgandi. 2023-yilda esa yurtimizda 735 ta qizamiq ro'yxatdan o'tgan. Faqatgina O'zbekistonda emas, Amerikada ham 2023-yilda 10,3 million qizamiq holati kuzatilgan. Bu degani 2022-yilga qaraganda kasallik 20% ga ko'paygan. Bu esa shu 1 yil ichida 107.500 nafar, asosan 5 yoshgacha bo'lgan bolalar o'limiga sabab bo'ldi. Lekin nimaga? Nima vaksinalar yaxshi ta'sir qilmay qo'ydimi? Buni birinchi sababi bu 2020-yilda Covid pandemiyasi tufayli bolalar o'z vaqtida vaksinasini ola olmaganida. Ikkinchi sababi esa ba'zi bir aqlli odamlar vaksina olishdan bosh tortishni boshlashdi. Bular o'zlarini anti-vaksinachlar deb atashadi. Vaksinani qanchalik yomonligini, bu shunchaki farm kompaniyalarini pul ishlash yo'li, vaksina olib bu kasal bo'ldi yoki bo'lmasa boshqa kasal bo'ldi, vaksina olib bolasi o'lib qolibdi degan gaplarni butun dunyoga jar solishadi. Va bu faktlarni chuqurroq o'rganib, tekshirib ko'rmagan, yaxshi tushuncha hosil qilmagan insonlar bularni ortidan ko'r-ko'rona ergashib ketaverishadi. Va natijada begunoh bolalar oldi olinishi mumkin bo'lgan kasalliklar tufayli afsuski hayotdan juda ham erta ko'z yumishadi. Masalan, mana shu yangilik sarlavhasida Italiyada gripp vaksinasidan so'ng 11 kishi vafot etdi deb aytilgan. Lekin vaziyatga agar chuqurroq qaraydigan bo'lsak, vaksinani bu insonlar o'limiga umuman aloqasi yo'q bo'lib chiqadi. Sababi birinchidan juda ham ko'pchilik bu vaksinani olishgan va aynan juda ham qari bo'lgan insonlarda bu kabi holatlar kuzatilgan. Tekshiruvlar esa vaksinani ularning o'limiga umuman aloqasi yo'qligini ko'rsatgan. Albatta
Albatta bu haqidagi yangilik ham ommaga taqdim etilgan, lekin birinchisichalik shov-shuvga sabab bo'lmagani uchun u haqida ko'pchilik eshitmagan ham. Keyingi misolda esa qizaloq vaksinadan so'ng vafot etdi deb yozilgan, lekin aslida bu qiz emlangandan keyin 1 oy o'tib, umuman boshqa bir shamollash hisobiga vafot etgandi. O'zi bu anti-vaksinachilik harakatlari qachon va nima sababdan boshlangan? Keling, shuni tushuntirib beraman. Hammasi mana shu Andrew Wakefield ismli insonni xato ilmiy tadqiqoti tufayli kelib chiqqan. 1998-yilda bu inson AKDS vaksinasi autizmga olib kelish haqida maqola yozadi va bu juda ham katta shov-shuvga sabab bo'lgan. Lekin vaqt o'tgach bu maqola xato ekanligi va ma'lumotlar ataylab yolg'on qilib yozilgani, odamlarni aldagani aniqlanadi. Maqola 2010-yilda o'chiriladi va Birlashgan Qirollikda bu inson doktorlik litsenziyasidan mahrum bo'ladi. Bu shu darajada uyatli voqea bo'lganki, bu maqolaga hammuallif bo'lgan ko'pgina doktorlar obro'si yomonlashishidan qo'rqib, bu maqoladan ism-familiyalarni o'chirish uchun harakat qilib qolishadi. Boshqa olimlar va doktorlar bu hodisani, ya'ni AKDS vaksinasi haqiqatan ham autizm chaqiradimi deb bu savolni o'rganish uchun juda ko'p ilmiy tadqiqotlar olib borishgan. Lekin ularni hech qaysisi bu ikki holat o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatmagan. AKDS vaksinasi birinchi dozasi bola 1 yoshga to'lganda olinadi. Ya'ni aynan bolada gapirishni boshlash davriga to'g'ri keladi. Autizmning ham ilk belgilari, ya'ni odamga seziladigan belgilari aynan mana shu vaqtda ko'zga ko'rinishni boshlaydi. Ya'ni bolada gapirmaslik, e'tibor qaratmaslik, atrofdagilar bilan kontaktga kirishmaslik. Aynan shu paytda bolalarda autizm diagnoz qilinadi va ota-onalar ham tabiiyki o'sha paytda qilingan yagona ishni, ya'ni vaksinadan bu kasallikni kelib chiqqan deb o'ylab, bu ikki holatni o'zaro ulab, AKDS vaksinasi autizmga olib kelarkan degan xato fikrga borishadi. Bu kabi hodisalar fanda apofeniya deyiladi, ya'ni har bitta narsani sababini topishga harakat qilib, biror bir holatga unga umuman aloqasi bo'lmagan narsani sababchi qilib ko'rsatish. Lekin aslida autizm bu tug'ma holat bo'lib, hech qanaqa vaksina qanaqa dori vositalari ham sog'lom bolada autizm keltirib chiqara olmaydi. Vaksinani ishlash mexanizmini tushunish uchun ozgina bizning immunitetimiz nima ekanligini bilib olishimiz kerak. Immunitet o'zi nima? U nima qanaqadir organmi? Agar organ bo'lsa, qayerda joylashgan? Bizning terimiz, shilliq qavatlarimiz ham aslida bizning immunitetimizning bir qismi hisoblanadi. Qachonki mikroblar shu baryerlardan o'tib organizmimizga kira olsa, shundagina kasallik keltirib chiqaradi. Yo'tal, burun oqishi, aksirish, aslida bularning hammasi bizning tanamizning o'zini o'zi himoya qilish mexanizmlari hisoblanadi. Endi tasavvur qiling, bu to'siqlardan mikroblar o'tib qonga kira olishdi. Endi nima bo'ladi? Mikroblar qonimizga kirganda qonda aylanib yurgan immunitet hujayralariga duch kelishadi. Biz ularni oq qon tanachalari deb ataymiz. Ularni xuddiki armiyaga, ya'ni askarlarga o'xshatsa bo'ladi. Begona modda kirishi bilan ularga hujum qilib, ularni yo'q qilib tashlashga harakat qilishadi va buni natijasida tanada har xil hodisalar yuz beradi. Tomog'ingiz og'rigan paytni eslang. Tomog'ingiz qizaradi, ishadi, unda og'riqlar bo'ladi. Ha, o'sha hamma sizga yoqmaydigan jarayonlarni aslida mikroblar emas, balki organizmimizni o'zi qiladi. Mana shu mikroblarga qarshi kurashib, ularni o'ldirib, bizni himoya qilish uchun. Biror bir mikrob organizmga kirmagunigacha bizning askarlarimiz, ya'ni immunitetimiz bu mikroblarni tanimaydi. Ularni tanib olishi uchun esa biz kasal bo'lishimiz kerak. Shuning uchun ham yoshligida suvchechak bo'lgan insonlar hozir qo'rqmay yuraversa bo'ladi. Bu kasallik bilan ular boshqa kasallanmaydi. Qancha vaqtliroq bu kabi virus bakteriyalarni immunitetimiz tanib olsa, ularga qarshi kurashsa, shuncha vaqtliroq bizda ularga qarshi immunitet hosil bo'ladi. Vaksina o'zi nima? Vaksina aslida mana shu kasallik chaqiradigan virus bakteriyalardan tayyorlanadi. Ba'zida bu mikroblar shunchaki kuchsizlantirilgan, lekin tirik shaklda, ba'zida esa o'ldirilgan variantda. Chunki vaksinadagi mikroblar kuchli kasallik chaqirishga kuchi yetmaydigan darajada kuchsizlantirilgan shaklda va kamroq miqdorda bo'ladi. Aslida majburiy olish kerak bo'lgan vaksinalarning hammasi shu darajada kuchli kasalliklarga qarshi qilinganki, agar bu kasalliklarni haqiqiy kuchli tabiatda uchraydigan varianti bilan kasallansa, oqibati juda ham yomon bo'lishi, hattoki o'limgacha borishi mumkin. Va asosan bu kasalliklarning aniq bir davo yo'li ham topilmagan. Bolalarning immuniteti esa yaxshi rivojlanmagan bo'ladi. Bunaqa kuchli kasalliklarni yengib o'ta olmaydi. Yengib o'tsa ham og'ir asoratlari qolishi mumkin. Keling, bu kabi asoratlarni bir boshdan gaplashib chiqamiz. Bola tug'ilishi bilan raddomda unga birinchi bo'lib gepatit B ga qarshi vaksina qilinadi. Bu yo'l bilan hattoki gepatit bilan kasallangan onadan ham sog'lom bola tug'ilishi mumkin. Bu vaksina qilinmaganda barcha gepatit bilan kasallangan onalarda tug'ilgan bolalarning hammasi gepatit bilan kasallangan bo'lardi.
6 oygacha qilingan gepatit B vaksinasi insonni 30 yilgacha bu kasallikdan himoya qilishi mumkin. Undan keyingi navbatda, ya'ni bolaning chillasi chiqishi bilan ikkinchi vaksina qilinadi, ya'ni DTaP vaksinasi. Bu vaksina 3 ta kasallikka qarshi: difteriya, qoqshol va ko'k yo'tal kasalliklariga qarshi bo'ladi. Difteriya kasalligiga chalinganda bolalarning 3 tadan bittasi vafot etadi. Qoqshol kasalligi esa nerv sistemasini zararlab, tanada og'riqli va kuchli muskullarni qotib qolishiga olib keladi. Vaksina esa 100% himoya beradi. Ko'k yo'tal juda yuqish riski baland bo'lgan kasallik. Asosan kuchli yo'tal aksirish, isitma chiqishi kuzatiladi. Katta odamlarda bu xuddi oddiy shamollashdek o'tib ketadi, lekin bolalarda o'limga sabab bo'lishi mumkin. Bu vaksina 6-8 haftalikda berilishi mumkin, lekin bu haftalargacha chaqaloqqa qaraydigan har bitta inson, hattoki onasi ham ko'k yo'talga qarshi emlangan bo'lishi shart. Nega bolalarda xavfli ekanligini sababi esa ularning nafas yo'llarini tuzilishida. Chaqaloqlarning nafas yo'llari juda ham kichkina va tuzilish jihatdan kattalarnikidan farq qiladi. Ko'pincha chaqaloqlarning nafas yo'llari ishib ketishi natijasida havo ololmay vafot etishadi. Keyingisi poliomiyelit virusi. Odam shol bo'lib o'lishiga olib keladi. Asosan 5 yoshgacha bo'lgan bolalar bu kasallik bilan kasallanadilar. Qo'rqinchli tomoni, poliomielitning davosi yo'q. Faqatgina vaksina orqali yuqishni oldini olish mumkin. AKDS vaksinasi qizamiq, tepki va qizilchaga qarshi vaksina hisoblanadi. Bular orasida qizamiq juda ham tez yuqadigan kasallik hisoblanib, bolalarda pnevmoniya, ko'z ko'rligi, miyaning doimiy shikastlanishi va hattoki o'limga ham olib keladi. Tepki kasalligini ham davolovchi bir dori yo'q, shunchaki simptomatik davolanadi xolos. Lekin uni ham aynan shu vaksina bilan oldini olish mumkin. Qizilcha tursh infeksiyalardan biri bo'lib, u ham o'limga olib keluvchi kasallik hisoblanadi. Agar homiladorlikning birinchi trimestrida qizilcha yo'qsa, homila tushishiga, homilani nobud bo'lishiga yoki erta tug'ilishiga, bolalarda esa har xil tug'ma nuqsonlarga sabab bo'ladi. Amerikada bir yilda 2100 ta chaqaloqlar o'limiga, 11250 ta homila tushishiga, 20 mingta tug'ma nuqsonli, jumladan ko'zi ojiz, quloqlari kar, aqliy nuqsonli bolalar tug'ilishiga olib kelgan. Qizilchaning ham aniq bir davosi yo'q. Vaksina esa kasallikni eng yaxshi oldini olish yo'li. Ba'zan vaksina olish tarafdori bo'lgan insonlarda ham vaksina olmaganliklarini ko'rish mumkin. Sababi vaksina olish kerak bo'lgan paytida bolani tomog'i og'rigan bo'lishi, shamollagan bo'lishi mumkin. Bunaqa vaziyatda poliklinikadagi doktorlar sizga hozir vaksina olish mumkin emas deyishlari mumkin. Natijada bolalarni vaqtida emlanmasligiga va bolalarni kasallanishiga olib keladi. Aslida esa bosh og'rig'i, shamollash, tomoq og'rig'i, bularning hech qaysida vaksina olish mumkin emas deyilgan ma'lumot yo'q. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bergan tavsiyalarda shamollagan paytda ham bola vaksina olishi mumkin deb yozilgan. Vaksina olishni mumkinmas qiladigan yagona holat bu anafilaksis, ya'ni vaksinaga nisbatan allergik reaksiya yoki zamburug'larga nisbatan allergik reaksiyani bo'lishi. Bu allergik reaksiyalar qanaqa bo'ladi? Terida qizarishlar, toshmalar toshishi, lablarni, qovoqlarni, terini ishishi, nafas yo'llari ishib, nafas qisishi, qon bosimini tushib ketishi kabilar anafilaksis deyiladi. Shu holatlar kuzatilsagina vaksina olish mumkin emas bo'ladi. Esingizda bo'lsa, vaksina qilinganda haqiqiy kasallikka chalingandek hodisa bo'ladi tanamizda degandik. Demak, bu kabi simptomlarni bo'lishi normal holat. Vaksina qilingan joyni qizarishi va ozgina ishib qolishi ham norma. Hech qanaqa allergik reaksiya hisoblanmaydi. Tabiiyki, agar sizda yoki farzandingizda vaksinadan keyin bu kabi holatlar kuzatilinsa, bu keyingi safar vaksina olishingizga hech qanaqa to'siq bo'la olmaydi. Yuqorida vaksina hatto saratonni oldini oladi degandim. Gap bachadon bo'yni saratoni haqida. Bu saraton turi papilloma virusi hisobiga yuzaga keladi va o'limga olib keladigan, ayollarda uchraydigan saratonlar orasida 4-o'rinda. O'zbekiston statistikasi bo'yicha esa 2-o'rinda turadi. Papilloma virusining ham turlari juda ham ko'p. Ularning hammasi ham rak keltirib chiqarmaydi. Lekin aynan jinsiy a'zolarda uchraydigan turlari mavjud bo'lib, u ayollarda bachadon bo'yni saratonini keltirib chiqaradi. Afsuski, papillomaga qarshi davo yo'q. Lekin vaksina bu virusni yuqishini to'xtatish orqali saratonni oldini oladi. Bu majburiy vaksina hisoblanmaydi. Shuning uchun ham vaksina kalendarlariga kiritilmagan. Lekin agar siz saratonni oldini olmoqchi bo'lsangiz, bu vaksinani 11-12 yoshdan oshgan barchaga olish tavsiya qilinadi. Video so'ngida esa va'da qilganimizdek, butun dunyo standarti bo'lgan Amerika vaksina kalendari va o'zimizning milliy vaksina kalendarlarimizni ko'rsatamiz. Ularni ekranlarda ko'rishingiz, o'zingiz uchun saqlab olishingiz va hozir qaysi vaksinani qilishingiz kerakligini ko'rib olishingiz mumkin. Shu bilan birga ushbu kalendarlarni video opisiyaniyasida ham topishingiz mumkin. Siz bilan doktor Iroda Baxtiyorni bo'ldi. Salomat bo'ling.